Assalomu alaykum qadrli Jak Termiz YouTube kanali obunachilarim. Mana bugun o'sha mashhur eng ko'p sotilayotgan hadavoy modellarimizdan Jak X200 avtomobilini obzori bilan qisqacha tanishib chiqamiz. Qaytgancha eng ko'p tushayotgan savollardan biri bu Jak X200 avtomobillarga hali ham 16.800 ming so'mlik chegirma bormi? 16.800 ming so'mlik chegirma rostmi deb juda ko'pchilik so'rayapti. Ha, albatta. 16.800 minglik chegirma hali ham amalda va hali ham bor. Ya'ni siz Jak X200 avtomobilini 100% to'lov asosida xarid qilsangiz, sizga 16.800 ming so'm shunchaki hech qanday shartlarsiz bonus tariqasida taqdim etiladi. Bu hali hammasi emas. Oxirigacha eshiting meni. Polik, chexol ham hattoki qo'shib beriladi. Tushunyapsizmi bu nima degani? Yangi imkoniyat, yangi mashina, biznes boshlash uchun eng to'g'ri tanlov degani. Hozir sizga o'sha mashhur Jak X200 avtomobilini qisqacha obzor bilan tanishtirib o'tib ketaman. Videoni oxirigacha ko'ring. Sizga bu mashinamizning qaysi qismi imенно qiziq? Albatta yuk tashiydigan qismi. Mustahkam shassi yuklaringizni bemalol manziliga yetishini ta'minlaydi. Ko'rib turibsiz o'zingiz. Bu mashinamizning eng afzallik tomonlaridan biri bu yuk tashish qismi. Ya'ni yuk yuklayotganingizda meva yuklaysizmi, turli xil sabzavot yuklaysizmi yoki mebel buyumlari farqi yo'q. Bu mashinamiz ikkala tomondan ham, bu tomondan ham kerak bo'lsa, o'sha tomondan bemalol ochiladi. Ya'ni yuk yuklashda umuman muammo bo'lmaydi. Bu mashinamiz 3 tonnadan 3,5 tonnagacha yuklarni bemalol ko'taradi. Ya'ni yukingiz manziliga bemalol xotirjam yetib boradi. Akaxonlarim, eng asosiy qismlardan biri bu yuk tashishda mana bunday osma troslarning mavjudligi. Ya'ni buni bemalol o'rnashtirib, yukingizni bemalol astalik bilan yuklab boraverasiz. Bu osma troslar har qanday turda ham sizga qulaylik uyg'otadi. Bundan tashqari mashinamiz eng tejamkor mashina turlaridan biri hisoblanadi. Shoshilib qoling. Mashinamiz hali ham sotuvda bor. Pastda raqamlar bor. Bemalol murojaat qiling. Yukingizni xavfsizligini va mustahkamligini ko'rdingiz-a? Endi keyingi navbat passajirga. Passajir o'rnidan qanday qulay, qanday komfort ekanligini hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. Ket. Mashinamiz qulay va charm o'rindiq, 9 dyumli sensorli displey va multiplay tizimi bilan jihozlangan. Bundan tashqari har bir mashinamizda konditsioner va oynani elektron tushirib chiqaruvchi asboblar ham mavjud. Siz video davomida mashinamizning barcha xususiyatlari bilan tanishib chiqdingiz. Endigi navbat o'sha videolarda juda ko'p aytadigan avto ehtiyot qismlarga ketdik. Har safar video davomida aytib o'tib ketadigan avto ehtiyot qismlarimiz. Albatta, video so'ngida shuni aytish kerakki, bizda o'zimizning avto ehtiyot qismlar bazamiz mavjud. Ko'rib turganingizdek, filtrlar deysizmi, polik deysizmi, chexol deysizmi, Jak avtomobilining har bir rusumi uchun maxsus avto ehtiyot qismlarimiz mavjud. Agarda sizga yana avto ehtiyot qismi kerak bo'ladigan bo'lsa, biz aynan o'sha avtomobilingiz uchun, ya'ni bizdan xarid qilgan bo'lsangiz, biz sizga yetkazib beramiz. Ya'ni har bir mahsulot buyurtma asosida yetib keladi. Bu mahsulotlarimiz ham hozir hammasi emas, bular bir hafta davomida ketadigan, bir hafta davomida zakaz qilgan Jak, ya'ni bizning oilamizning a'zolarini buyurtma qilgan narsalari. Har bir filtrlar, har bir chexollar, poliklar hammasi bu haftaning o'zida ketadi. Yana haftadan yana yangilar borilaveradi. Ya'ni nima demoqchiman? Siz agar bizdan Jak rusumdagi avtomobilni har qanday turini xarid qilsangiz, biz sizga xohlagan turda, xohlagan miqdorda avto ehtiyot qismlarini yetkazib bera olamiz. Ya'ni servis xizmatidan, avto ehtiyot qismlar xizmatidan umuman muammo bo'lmaydi. Yana bir marta aytaman, pastda raqamlar bor. Bemalol murojaat qilinglar. Biz sizlarni kutib qolamiz. Murojaat qiling, kerak bo'lsa-chi test drive ham qilib beramiz. Barchangizni Jak Termiz avtosalonida kutib qolamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.